عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Mana birodarlar, o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lib xursand bo'lib turibsizlar. Masjidimizga yo'mi yangilandi. Mana yangi inomamiz keldi. Albatta bu Alloh taoloning fazli marhamati va mana shu xayr saxovatli birodarlarimizning qilgan ihsoni bunga sabab bo'ldi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Masjidimizning chiroyli birodarlar yana ham ochilib ketdi. Chiroyli bo'lib ketibdi, kirganinglarda ko'zingizlar quvondimi? Albatta birodarlar, payg'ambarimiz aytganlar, eng afzal amal qaysi amal? So'ralganida Rasul aytganlar, musulmonni qalbiga xursandchilik kiritish. Mana kirdinglar, masjidni chiroyli bo'lganligini gilom bilan ko'rib, yana qalbingizlarga quvonch, xursandchilik to'ldi. Mana shu ishga sabab bo'lgan birodarlarimizdan Alloh rozi bo'lsin, ularni ikki dunyoda o'zi quvontirsin. Birodarlar, albatta bu katta ihson. Alloh taolo hammaga ham nasib qilavermaydi.